Birinchi etaj mazza baribir ham baland ham emas, pastgina, yangi dom, Yunusobodda 13-kvartal Megaplanet oldimizda. Shundoq, masalan, metro ham oldinglarda. Uyimizni 48 kvadrat 2 xona qilingan, konditsioner, televizor hammasi qoladi, gilamlari, pardalar hammasi svejiy, yaqinda o'zi bitgan ekan. Hovlimiz ham kattaligini qaranglar. Bu yerda har bir ikkita narsalar qolgan. Endi lyustra qo'yib olsanglar, keyin bu yoq уже vanna xonamiz. Patologida ham ozgina ish qolgan ekan. Taxminan shu mana natijanoychilar qani nechib deysizlar, shu где-то $100 bitadimi, yo'qmi? Ozgina ish qolgan. Natijani tortib olsanglar bo'ldi. Kir mashina hamma narsalar qoladi, akkuratni qilingan, kafillar terilgan ekan. Bu yerdan keyin oshxonasida qurib turgan hamma bытовой texnikalar qoladi. Kir mashina, gaz, undan tashqari dish yuvadigan ayollarning orzusi kamroq dish yuvasilar qo'lida, mashinkasi ham bor ekan. Bular uy egalari ichkariga отдельно joy qilishgan ekan, o'zingizlarga sharoit qilib, spalniy qilib olsanglar bo'lar ekan yoki kichkina bir детский qilib. Menga hammasidan ko'proq video yoqdi. Birinchi etaj. Podvalda ham ozgina joy bor ekan, pastda podzemniy parkovka ekan, tagida ozgina joy ham bor ekan, bularga tegishli. Uyimizni 48 kvadrat 2 xona qilingan. Narxi keladigan bo'lsak 70 ming deyishyapti. Yunusobod uchun birinchi etaj uchun вообще zo'r. Aytganda lokatsiya вообще zo'r. Metro oldinglarda, Megaplanet hamma narsa oldinglarda bor. Xullas, Yunusoboddan yuqtirayotganlar uchun ideal variant 70 ming. Uy egalarining shu nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar ozgina o'tadigan joyi ham bor ekan.